Bismillahirrohmanirrohim. Aziz obunachilar, biz sizlarga hozir mana bunaqa baland so'rilar 60-yillarda rosa urfga kirgan, nima uchun bunday so'rilar qurilgan, shular haqida qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa videomizni boshladik. Bunday baland so'rilarning qurilishini bir nechta versiyalari bor. Nima sababdan qurilganligi haqida. Shulardan bittasi o'sha paytdagi uylarda konditsionerlar bo'lmagan, tabiiy ventilyatorlar ham deyarli bo'lmagan, uyda yotish juda ham issiqlik qilgan yozgi kunlarida. Keyin tashqariga chiqib yotay desa, tashqarida yerda yotsa, cho'llik zonalarda chayonlar, yo har xil hasharotlar, sichqon, kalamush, yo bo'lmasa qurbaqalar yosh bolalarni og'ziga kirib ketish yo shunga o'xshash chaqib olishlaridan himoyalanib, shunaqa baland so'rilar qurilgan. O'zinglar bilasizlar, baland so'rilarni shabada tevada aylanadi, balandlikda aylanadi. Derazalarni ochib qo'ysa, ko'rib turibsizlar, ular unaqa germetichniy bekilmagan, oralaridan shabada bemalol aylangan. Shabada tevada yurganini hisobini oladigan bo'lsak, bu yerda yotishlar juda ham rohat baxsh bo'lgan, juda ham maza qilib yotishgan, juda bahavo joy bo'lgan. Hech qanaqa hasharotlardan tashqarida shabadada yozgi kunida bunday so'rlarda yotish hozirgi kunda komfort bo'lgan, zamonaviy boylarda bo'lgan bunday so'rlar. Hamma ham qurishga o'sha paytda qurbi yetmagan. Ikkinchi versiyamizga keladigan bo'lsa, ikkinchi versiyamizda 60-yillarda yerlar teza qimirlab turgan, odamlar uyda yotganda qo'rqib qolgan. Odamlar uyda yotganda qo'rqqanda va shunaqa so'rlar qilib, shu so'rlarda yotgan degan ikkinchi versiya bor. Misol qilib 1966-yili adashmasam 26-aprelda tongidagi Toshkentdagi juda ham dahshatli zilzilani misol keltirishimiz mumkin. Bunda juda ham qattiq zilzila bo'lgan, juda ham ko'pchilik odam boshpanasiz qolgan, o'lganlar bo'lgan, yaradorlar bo'lgan. Deyarli barcha qo'shni davlatlarimiz bizga texnikada, mablag' tomonidan, qurilish tomonidan juda ham ko'pchilik yordamlar bergan. Toshkentda buni anaqasi ham bor. Misol pamyatniklar, haykallar qo'yilgan. Haykalda erkak kishi oilasini himoya qilib turgan, yerlar yorilgani tasvirlangan. Buni yosh kattalar juda yaxshi eslashadi. Shu qattiq zilzila bo'lgan. Buni isbot qilib, shu ikkinchi versiyani ham kiritishimiz mumkin. Yana bitta versiyamiz bor. Uchinchi versiyamizda ruslar bizga bostirib kelganda qatag'on qilishgan, chopta bo'lgan davrlar bo'lgan. Shunda erkaklarini himoya qilish maqsadida teva tomoniga berkitib, pastda oilasi yotgan, erkaklar tevada bekilib yotgan degan versiyamiz ham bor do'stlar. Endi shu sizlarga bergan taqdim qilgan 3 ta versiyadan qaysi biri haqiqatga yaqinroq yo boshqa sabablari bormi? Agar shuni boshqa sabablari bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Biz buni albatta e'tiborsiz qoldirmaymiz. Sizlarga mehnat qilib videorolik tayyorladik. Mehnatimizni qadrlab bittadan like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz yana ham xursand bo'lamiz. Kanalda juda ham ko'p foydali videolar bor. Obuna bo'lishni unutmaymiz. Barchalarga rahmat.